bemorimizga implantatsiya qo'yish jarayoni va bir haftadan keyingi holati. Mana bu patsientimizning 3D rentgenlari. Biz buni ko'rib chiqqan holda bu sohaga implant, bu sohaga implant, bu sohaga implant qo'ymoqchi bo'lganmiz. Keyin patsient bilan gaplashilganda, eng avvalo bu sohaga implantlarni qo'yishga qaror qildik birinchi tepa sohalarda. Hozir shu sohalarga qo'yilgan implantda rentgen tasvirlarini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda biz hozir implantatsiya chuqurligi va tish qatori bilan parallelligini aniqlayapmiz. Mana bu ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib aniqlayapmiz va undan keyin shu sohaga implant qo'ydik. Milkimizni shakllantirish uchun milk shakllantiruvchi folbik qo'ydik. Mana implantatsiya qo'yganimiz 4 kundan keyingi rentgen tasviri. Endi 1-2 oy ichida kuzatuvda boradi va implantatsiya integratsiya jarayoni suyaga yaxshi birikkandan keyin koronkalarni qo'yib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Qolgan etaplarni keyingi videolarda davom ettiramiz. Agar sizga shu yoki boshqa stomatologik xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki pastdagi raqamlarga murojaat qiling.